Bugungi videomiz mana shu jin kirib qolish to'g'risida. Bu rostdan ham bormi? Bu agar jin kirib qolgan bo'lsa, nima qilish kerak degan shunaqa savollar berishdi. Shunga bag'ishlangan. Chunki bu narsa juda ham ko'payib ketdi. Bu oldin bunaqa narsalar yo'q edi. Hozir bu juda ham avjiga olib ketdi. Chunki o'sha jinni kiritadigan shunaqa folbinlar ham bor, jinni chiqaradigan domlalar ham bor, jinni olib tashlaydigan har xil ruqiyalar o'qib. Lekin jin kirib qolgan odamlar ham juda ham ko'payib ketdi. Men o'zim bu tajribamda ham bo'ldi. Men kelganda qaradim. Как vrach-psixoterapevt aytaman, bu isterический reaksiya, bu isterika deyiladi, yo bo'lmasa situatsion nevrozga kiradi. Bu hech qanaqangi tekshirganda hech qanaqangi bu analizlar hammasi yaxshi chiqadi, lekin ko'plar mana shu psixushkaga tushadi, psixbolnitsaga tushadi, chunki juda ham kirib ketgandan keyin rostdan ham одержимый deydi buni, одержимость yo bo'lmasa подселенность deydi buni ezoterikada. Ana shuni hozir mexanizmini tushuntirib bermoqchiman. Nima narsalar olib kelganini, chiqib ketishi yo'llarini ham o'sha ko'rsatib bermoqchiman. Buni endi tushunish uchun nimani bilish kerak? Masalan, agar bizani shu ongimizni, bizani hayotimizni mana shu odamlar yashayotgan agar 9 etajli bino deydigan bo'lsak, mana shu 9 etajli binoda pastki etajlar bor, podval bor. Agar faraz qilsangiz, ana shu 9 etajli binoni pastki podvalga qarasangiz, ana u yerda ko'pincha suvlar otilib ketgan bo'ladi, suv qalqib yurgan bo'ladi, u yerda kalamushlar ham yurgan bo'ladi, har xil hasharotlar bo'ladi, juda ham iflos bo'ladi, qorong'i bo'ladi, hidi ham yomon bo'ladi. Ana shu jin kirib qolishi, ana shu podvalga kirib qolgan bo'lasiz. Ong o'sha pastda bo'ladi. Buni hozir men bir ikkita misollarda tushuntirib bermoqchiman. Masalan, ko'plar даже o'zini ongini juda ham yuqorida deb qiladi, lekin o'zi pastda, o'sha pastdagi kuchlar, o'sha podvalda shunaqa yomon kuchlar bor. Birinchi, ikkinchi etajda sekin ko'tarilgan sari eng yuqorgi etajlarda, masalan 8-chi, 9-chi etajlarda bu Allohning oqimlari. Masalan, shu suralar ham hammasi o'sha yerda yozilgan. Qur'on kitoblari ham shunaqangi juda ham sevishgan kitoblar, bular ham hammasi o'sha yerda yozilgan, yuqori ongda yozilgan, yuqori vibratsiya hisoblanadi. Allohning yuqori oqimlari bu bilim oqimi, bu ijod oqimi. Endi pastda shu podvalga tushib qolgan odamlar qanaqa paytda tushib qoladi? Buni fon deydi. Qanaqa fon bo'lishi mumkin? Birinchidan ong past. Ongi past odamlar, o'qimagan odamlar, juda ham qo'rquv bilan yashaydigan, masalan, oilasida urush janjal bo'ladi, otasi ichadi, onasi yig'lab o'tiradi, ana bunaqa paytda rostdan ham ong pastga tushib ketadi. Yo bo'lmasa, mana shunaqangi oila bo'ladi, mana gunoh ish norma. Masalan, har xil zino ishlar qiladi, yo bo'lmasa o'g'irlash, birovlarni aldash, bu ham norma hisoblanadi. Nima uchun shu gunoh qilish mumkin emas deydi? Bu keyin jazo olasan narigi dunyoda deyishadi ko'pi. Yo'q, bu gunoh qilgandan keyin gunoh qilgan odamni aurasiga yomon kuch aurasi ochiladi, yomon kuchlar o'sha shayton kirib oladi. Birinchi aldashdan boshlanadi, undan keyin sekin o'g'irlashib boshlaydi. O'g'irlagandan keyin zino ish qilish norma bo'ladi. Undan keyin odam o'ldirish ham, bular hammasi o'sha normaga kirib sekin borib buni qiladi. Eng katta belgisi ko'pincha kibr bo'ladi bunaqa odamlarda. O'shaning uchun o'sha gunoh ishlar qilinganda mana shu fon shunaqada shu fonda sekin asta ana shu yomon kuchlar kirib qoladi. Keyin yana yomon kuchlar kirib qolishini sababi yana endi bu psixik kasalliklar deydi, rostdan ham ong birda keyin vibratsiya pasayib ketadi. Mana bir xillar даже высшее образование oladi, masalan o'qigan, qanaqadir diplomi ham bor, lekin o'z ustida ishlamaydi, rivojlanishdan to'xtaydi. Keyin ikkinchisi mana bizani bu hissiyotimiz, mana bu bizani nozik tanalar bor. Nozik tanalardan mana birinchisi bu mentalniy tana deydi, bu fikrlar, qanaqa fikrda yuribdi. Agar har doim yomon fikrda yurib, tushkunlikka tushib, qanaqadir yomon fikrlarda yurgandan keyin albatta o'sha kirib qoladi. O'sha yomon kuchli, keyin sekin asta yomon fikr ko'payadi. Bu birdan jin kirish deganda birdan shunaqangi reaksiya kirib ketmaydi. Yo'q, yomon fikr ketmaydi, borib kuchayaveradi. Даже quloqlarni bekitib oladi. Shu qanaqadir yomon fikr juda ham ko'payib keyinchalik u eshita boshlaydi. Yomon fikr eshitilib, qanaqa gaplar bo'lishi mumkin? Mana shu men kelgan klientdan bilaman. Masalan, bir xil gap deydi, sen xunuksan, sen yomonsan, sen unaqasan, sen keyin yomon voqealar bo'lishi mumkin degan gaplarni deydi, qaytarib bu mentalniy tanaga, nozik tanaga kirib qolgan, lekin tashqarida fizik tana hali sog'lom bo'ladi. Ana undan keyin ikkinchisi mana bu astral tana deydi, hissiyotlarga kirib qoladi. Demak, qanaqa qo'rquv vahima. Qachon qo'rquv vahima bilan masalan bolalarni ko'pincha
uxlatayotganda qo'rqib ana olabaja kelyapti, ana albasta kelyapti, shunaqa degan naqlamni uxlatmaslik kerak. Keyin shu qo'rqib uxlab qolgandan keyin unda ana shu qo'rquv astral tanaga shunaqangi yomon kuchlar kirib qoladi. Keyin borib u qo'rqadigan narsalar ko'payib ketadi. Borib masalan bolaligida qorong'idan qo'rqqan bo'lsa, yo bitta uyda o'tirishdan qo'rqqan bo'lsa, keyin katta bo'lgandan keyin bu qo'rquvlar har xil sharpalardan qo'rqadi, ko'zga ko'rina boshlaydi. Bu qo'rquv har xil turda kiradi. Kasallikdan qo'rqadi, avariyadan qo'rqadi. Boshqa narsalar juda ham ko'p qo'rquvlarni turlari ko'p, ular ham hammasi kirib qoladi. Ana bular hammasi mana shu ishga keyin mana efir tana jarohatlanganda, endi efir tana qachon jarohatlanadi? Masalan, shunaqangi joylar bor. Jin kirib qoladigan yomon kuchlar, o'sha podvalli kuchlar kirib qoladigan joylar, masalan, qushxonalar bo'ladi. Hech qachon unaqa joyga qon to'kiladi, o'tda masalan, ayniqsa mol so'yganda juda ham shunaqangi yomon ovozlar eshitiladi. Vohmalik uni masalan qassoblar ham o'zini shu ustozidan ular duo oladi, qo'l oladi. Ana undan keyingina qanaqadir bir kuchga, qanaqadir bitta himoyaga ega bo'lgandan keyingina borib shu mol so'yishi mumkin. Endi hozir uylarda, hovlida masalan shu naqa paytda hayit paytlarida masalan mol so'yilganda yo bo'lmasa qo'y so'yiladi. Ana shu qo'yda ko'pincha masalan yosh kelinlar, ayollar, homilador ayollar masalan o'sha qon to'kilgan joyda o'tirishi mumkin, yo bo'lmasa yuradi, borib ichaklarni tozalashi mumkin. Ana shu narsada ko'pincha bu kirib qoladi. Ayniqsa yosh bolalar, yetti 14-15 yoshgacha umuman qushxonaga bormaslik kerak. Mol so'yayotgan paytda umuman ko'plar tepasida turadi. Bu juda ham noto'g'ri narsa, chunki o'sha bu moldan chiqmaydi, o'sha so'yilayotgan moldan chiqmaydi. Moldan chiqayotgan qonga juda yomon kuchlar tez kelib qoladi-da. Ana endi ichida masalan qo'rquv bilan yashayotgan kichkina bolalar bor. Ana ularning ichiga kirib qoladi. Men o'zim eslayman, kichkinaligimizda, bolaligimizda bizning mahallada bitta bola bor edi, bizdan ancha yosh katta edi. Uni jinni deyishardi. U maktabda ham o'qimasdi, pasayani ko'chalarda anaqa qilib yurardi. O'shanda buvimlar aytdilarki, bu bola juda ham yaxshi edi, aqlli bola edi, 5 yoshligicha shunaqangi odobli, yaxshi bola edi, shiringina bola edi, lekin dedi otasi uni shu mol so'yishga, molni so'yayotganda shu olib borgan ekan. O'sha kechasi yomon bo'lib, alahsarab chiqib, undan keyin dedi, umuman hushini yo'qotdi dedi. Mana hozir shunaqa jinni bo'lib qoldi dedi. U 20 yoshgacha yashadi, 20 yoshgacha uni hamma jinnidir dedi. Keyin mashina urib ketib, shu bilan o'lib ketdi bola. O'shanda men bildim, shu qushxona yomon joy. Ana unaqa joylarda bo'ladi. Keyin qon bor joyda bo'ladi. Keyin har xil mana kasalxonalar, onkologik kasalxonalar, ularda ham juda ham og'ir energetika, unaqa joylarda ham ehtiyot bo'lish kerak. Chillaliklar bormasligi kerak. Keyin yana mana bu qadimdan yong'oq, jiyda, anjir daraxti hovlida ekilmagan, chunki undan baribir o'sha oldindan biladi, unda jin ajina bo'ladi deydi. Endi meditsina unda har xil efir moddalar chiqadi deydi, lekin bular hammasi ko'chada ekilgan. Ko'pchilik ana uyga ekadi deydi, chunki o'shandan kelayotgan mevasini tashqaridagilar odamlar olmasin deydi, uyda ekadi. Bu juda ham har doim o'sha yerga temni kuchlarning yig'ilishiga sabab bo'ladi. Uni meditsinada, naukada, ilmda bu o'rganilmagan, lekin bu qadimdan bor narsa. Ana bu mana endi internetda ham chiqdi. O'sha yong'oq daraxtini tagida kechqurun chiqib, o'sha yerda borib hojatini chiqargan ekan. Tualetgacha bora olmadim. O'sha qorong'ida borib yong'oq daraxtida o'sha yerda hojatini chiqargan bir ayol ekan. Undan keyin o'sha deydi uyga kirganimda meni ko'zimga ko'rina boshladi. Bir shunaqangi deydi, chiroyli deydi, erkak kishi ko'zimga ko'rina boshladi. Undan keyin bu ayol bilan shunaqa jinsiy aloqa qilgan ekan. Undan keyin deydi, nechtadir erga tekkan hamma erlar o'lib ketavergan, jin unga shu men uni o'ldiraman deganda, buni internetda bor. Men o'sha yaqinda ko'rib qoldim. Ana buni sababini aytayotdiki, shunaqangi ochiqdan ochiqda bu shunaqangi jinsiy aloqa menga yoqyapti, naqyapti, atrofdagilar ko'rmaydi, meni ko'zimga ko'raydi. Endi bu meditsinada bu gallyutsinatsiya deyiladi. Gallyutsinatsiya bu psixik kasal deydi. Uni har xil demak shu psixotropnik dorilar bilan davolashga harakat qiladi, lekin rostdan bu podseleniya deydi, bu ichkari kirib olgan. Lekin bitta narsa bor. Mana menga kelgan ko'p klientlarimda o'sha men deydi, tepadagi kuchlar bilan men bog'langanman, tepada meni ustozlarim bor deydi. Qanaqa ustozlaringiz bu? Qanaqa u desa, keyin mana bittasi o'zini ko'rsatdi, har xil simvollar, har xil rasmlarni chizganda, bu ustozlarim menga beryapti deydi. Ular menga deydi, juda yuqori tepaga meni ko'taradi deydi. Agar sizga shunaqangi simvollar kelayotgan bo'lsa, chizayotgan bo'lsangiz,
agar sizda ongoz tozalanmagan bo'lsa, siz ichkaringizda qo'rquv bo'lsa, hali ego o'lmagan, hali ruh sizga yuqoriga chiqmagan bo'lsa, u cho'mni kuchlar, yomon kuchlar u sekin asta sizga simbol beradi, keyin qanaqadir buyruq beradi. Ana undan keyin uni buyrug'i borgan sari salbiy bo'lib, keyin siz uni qilaman birinchidan quloq eshitadi, keyin ko'zga ham ko'rinadi, gallyutsinatsiya deyiladi bu. Oxiri o'ldirish. Oxiri все bo'ldi deydi, o'zini osasan deydi. O'zini как раз o'zini osganlarda ko'pincha mana shunaqangi подселенец deydi, shunaqangi ichkariga kirib oladi. Bular endi juda ham jin kirib kira olmaydi, lekin kirib sekin asta mana shunaqangi buyruq bilan beradi. Keyin yana ikkinchi belgisi bor, bu mana bir ayol menga telefon qilib endi so'rayapti. Man deydi, siz aytdingiz, mana nozik tanalardan atman degan tana menda paydo bo'lgan, chunki menda intuitsiya juda ham rivojlangan. Dedi, hop, qanaqa sizda intuitsiya nimalarni, qanaqa yaxshi bir katta formulalar kelyaptimi, yo bo'lmasa hozir mana kvantum fiziklar qanaqadir bir yangiliklar yaratmoqchi, siz o'shalarga qo'shilib shu bilimlar kelyaptimi desam, yo'q, men deydi ko'chaga chiqsam erkaklarning fikrini o'qiydigan bo'ldim deydi. Qanaqa fikr desa, shu erkaklar hammasi u bilan jinsiy aloqa qilmoqchi ekan. Nimaga masalan Sofiya Kovalevskiy 9 yoshligida birdansiya ko'zga ko'ringan aboyida unda har xil matematik formulalar, keyin sekin asta u o'sha formulalar yuqoridagi kuchlar unga shunaqangi bilim oqimi ochilgan, u o'zini nima deydi, fan bo'yicha, matematika bo'yicha juda ham katta yutuqlarga erishgan. Siz nimaga endi shu intuitsiya mani rivojlangan deb olsangiz, atman agar tanasi sizda paydo bo'lgan bo'lsa, siz kosmik kорабльlarni tashqariga uchirish, kosmosga uchirish yo bo'lmasa Elon Musk oldiga borib o'sha Marsga borish, demak qanaqadir planlari, qanaqadir g'oyalar sizga kelgan bo'lardi. Bu atman emas, bu imенно mana shu pastki kuchlar kirib olgandan keyin aytyaptiki, mana shu ko'chadagi erkaklarning fikri men bilan jinsiy aloqa qilmoqchi. Ana bu ko'ryapsizmi, bu hammasi nijniy chakra deyiladi. Ko'pincha nijniy chakrada, demak mana shu birinchi chakra bo'yicha faqat jinsiy aloqaga moyillik bo'ladi. Ayollarda ham bu ko'plar даже uyat degan narsani esdan chiqaradi, bemalol domlan oldiga boradi, shunaqa fikr kelyapti deydi. Erkaklarda ham bo'ladi, kelib deydi, xotinim bilan emas, men tashqaridagi shu ayollar bilan jinsiy aloqa, o'sha narsa menga ketmaydi, o'sha fikr meni xayolimdan ketmaydi. Menda keyin deydi, o'sha ayollarning ham fikrini o'qiyman deydi. Qatdan bilasiz, u ayol qanaqa fikr qilyapti, yo bo'lmasa qatdan bilasiz, masalan o'sha erkak siz to'g'risida fikr qilyapti, yo o'zini g'am tashvish bilan ketyaptimi desa, yo'q, menda intuitsiya rivojlangan deydi. Ana bu ham temni kuchlar birinchi navbatda shunaqangi yomon kuchlar kirib oladi deydi, shunaqangi yomon fikrlar, yomon hissiyotlar, keyin ayniqsa nijniy chakrada o'shanga hissiyotlar o'sha kuchayib ketadi, o'shanga moyillik kuchayib ketadi. Bunga Shriarumida mana o'zini shu plan soznания degan отделda aytadiki, shu glavasida aytadiki, mana deydi, etaj bo'ladi deydi. Bu deydi masalan u aytadiki, masalan yaxshi deydi, bitta toza akvarium, toza suvli akvarium bor deydi, iflos suvli akvarium deydi. Odam o'zi bilmagan holda deydi, ana shu baliqcha deydi, bilmasdan deydi, shu iflos suvli akvariumga tushib qolsa deydi, u baribir o'ladi o'tda deydi. Chunki o'sha muhit deydi. Bunga Karl Jung mana o'zini kollektivniy bessознательный degan shu teoriyasini chiqargan, aytganki, atrof muhit ta'sir qiladi deydi. Agar siz masalan o'sha podvalga tushib qolgan bo'lsangiz, sizga masalan birinchi keladida sizda intuitsiya rivojlangan, lekin siz qanaqa yuqoridagi bilim oqimi kelyaptimi, yo pastdagi pastki chakrada sizga faqat jinsiy aloqa o'sha narsa kelyaptimi? Ana bu ham juda ham katta belgi hisoblanadi, что siz pastdasiz. Bu narsa sekin asta kirib olgandan keyin, ana ayniqsa mana shunaqangi seksga berilish shunaqa bo'lsa, u keyin bor qo'yib yubormaydi. U postoyan o'sha xohishlar, o'shalar anaqa qilib bu odamni keyin demak egallab oladida, keyin oxirida baribir o'zini osishga majbur qiladi. Bu juda yomon kuchlar. Yo bo'lmasa qo'rquv bilan kirib oladida, ana undan keyin sekin asta qo'rquv vahima ana bu keyinchalik borib unda ham prikaz boshlanadi. Bu ham albatta o'zini o'ldirishga, chunki shayton ana jin kirganda keyingi mana yana bitta holatlar bo'ladi, bu isterik reaksiya deyiladi. Isterik reaksiya chunki birinchidan boshda o'zini boshqaradi, masalan eri yo bo'lmasa ota-onasi shunaqangi unga qarab turgan bo'lsa, birdansiya shu
titrab ketadi, isterik reaksiya, ko'zini orqaga qilib o'zini tashlaveradi. Keyin atrofdagi qo'rqqanini ko'rgandan keyin borgan sari kuchayadi. Masalan, mana nevrologiyada juda ham ko'p судорожный sindrom bilan keladi-da, bunda qarasa, судорожный sindrom epilepsiya boshqa, bu bunaqangi o'zini tashlaverish boshqacha. Bunda давленияsi ham normalniy, o'zi shunaqa kirib ketadi, atrofdagilarni qo'rqatgan sari kirib, ana shunaqangi reaksiya ko'paygandan keyin rostdan ham подселенец, rostdan ham shunaqangi yomon kuchli, o'sha ana shu podvaldagi o'sha kuchli kirib oladi-da, undan keyin upravлять qilib keyinchalik psixobanalizda bunaqa juda ham ko'p yotibdi. Sababi o'shanaqa kuchlarni kiritgan. O'shaning uchun bunaqa narsalar kirmasligi uchun birinchi navbatda ongni baland ko'tarish kerak. Ongni baland ko'tarish deganda bu rostdan ham o'qish kerak. Nima deydi, высшее образование deydi, o'sha diplom olish kerak. Mana hozir yoshlarga juda ham ko'p shunaqangi imkoniyatlar yaratilgan. O'qib nima bo'lasan degan gapni gapirmaslik kerak, chunki bilim oqimi ochiladi. Bilim oqimi, Allohning yuqoriga bilim oqimlari ochilgandan keyin bu siz tepadagi etajga chiqasiz. Undan keyin ijod deydi. Ijod oqimi ochilishi uchun siz ijodkorlarning ishini borib ko'rishingiz kerak. O'sha muzeylarni ko'rish kerak, borib o'sha nima deydi, konsert zallariga borish kerak, borib o'sha balet, opera bilan hammasini ko'rish kerak. Teatrlar bular hammasi juda ham katta tvorческий odamlar, ijodkor odamlar o'sha yerda ishlaydi. O'zini ijodi bilan sizga o'zi ijodni yuqtiradi. Sekin asta xuddi blakmsoy bumaga o'xshab sekin asta shimib olib, keyin qanaqadir momentda sizda ijod ochilsa, mana bu kuchli ketadi. Mana endi domlalar borib ko'p aytadi, men domlaga boraman, o'qiydi, sal yengil bo'laman deb kelgandan keyin yana deydi bu kuchayadi deydi. Eng yomon narsa yana shu borib mozorga ko'milgan ekan, mana bu shu urfga kirib, odatga kirib qoldi. Odamlar qo'rqmasdan borib shu onasini yo otasini borib go'ridan borib qazib olib, ana yana bitta kukla topdim yo bitta narsa topdim, har xil tugunlar topdim deydi. Bu narsa kuchayib ketgan, umuman o'tga bormaslik kerak, chunki unaqa joyga borgandan keyin ilakishadi. Har xil, masalan, shu mozorlarda yo o'sha qushxonalarda yo bo'lmasa bu iflos joylarda, podvallarda, bunaqa joylarda, qorong'i joylarda, tashlandiq uylarda, bularda hammasida yomon kuchlar yurgan bo'ladi. Ana yomon kuchlar har xil tinchlanmagan ruhlar bo'ladi, yo bo'lmasa pastki kuchlar bo'ladi. Ularni juda ham nazvaniyasi ko'p. O'zbekchasi aytganda bu shayton, o'sha ilakishadi. Qachon bo'ladi? Masalan, xo'p, mayli chillalik tam kelinlarda yo bo'lmasa kasallanib turgan odamlar, lekin ba'zi paytda bo'ladi, tushkunlikka tushib yurgan payt bo'ladi, yo bo'lmasa charchagan holatingiz bo'ladi. Ana shunda ham birdan kirib qolib, agar sizda birinchi fikrlar paydo bo'lib, yomon fikrlar ketmasa, keyin hissiyotlar, qo'rquv, vahmalar kuchayib ketadigan bo'lsa, yo bo'lmasa keyin o'sha qanaqadir bir ovozlar eshitadigan bo'lsa, bu demak o'sha подселенец, o'sha jin kirib qoldi. Keyin yana shunaqangi jin kirishini, shunaqangi holatlari bo'ladi. O'sha чисто истерический reaksiya, birdan ancha titrab ketib, yo bo'lmasa birdan har xil qiliqlar qilib, keyin ovozlar chiqarib, bular hammasi borgan sari qo'rqsangiz, qancha qo'rqib, qancha siz vahmaga tushgan bo'lsangiz, u borgan sari kuchayib juda ichkari kirib oladi. Ana undan keyin o'sha jinni chiqaradigan domlarni qidiradi. Domlarni oldiga borsa sal yengil bo'ladi, u yana kuchayadi. Sababi chiqib ketmagan, chunki siz u o'qiyotgan din ham juda ham yuqorida turadi. Qur'ondagi suralar ham juda ham yuqorida, juda yuqori vibratsiya, lekin uni siz pastdagi, masalan, o'zingizda vibratsiyangiz past bo'lsa, energetikasiz past bo'lsa, siz u narsani o'qigan bilan nima deydi, polniy chiqarib tashlay olmaysiz. Chiqarib tashlash uchun mana sizni ichkaridagi mana shu nozik tanalar hammasi tozalanishi kerak. Bularni tozalash uchun rostdan ham yuqori vibratsiyaga chiqish kerak. Yuqori vibratsiya, bu chakralar tozalanishi kerak. Ana shundagina sizni yuqori to'lqin, ya'ni shu Allohning eng yuqoridagi mana shu bilim oqimi, ayniqsa ijod oqimi, ana shu oqimlar sizga kirgandagina bu kuchlar o'zidan o'zi sizni haydab chiqaradi. Siz uni o'ldira olmaysiz, yo uni domlar haydab chiqargandan keyin yana yomon bo'ldim deydi. Sababi sizni ichingizda, sizda mana nozik tanalaringiz hammasi shikastlangan bo'ladi. Hurmatli obunachilar, agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, izohlar qoldiring, podpiska bo'ling.